SDVga degani sindrom defitsit vнимания giperaktivность. Ya'ni o'zbekchasiga diqqat, e'tibor yetishmasligi va harakatlar ko'pligi sindromi. Bunda bolada nima hosil bo'lishi mumkin? Diqqatni jamlay olmaslik, ortiqcha harakatlar, ya'ni giperaktivность hamda impulsivlik degan narsa bo'ladi. Ya'ni 3 ta narsa bo'ladi SDVga. Diqqat, e'tiborni jamlay olmaslik, ortiqcha harakatlar, giperaktivlik va impulsivlik. Impulsivlik degani sabrsizlik, shoshqaloqlik, o'shanaqani impulsivlik deyiladi. Mana shu 3 ta belgi o'zidan olgan bo'lsa, SDVga bo'lishi mumkin deymiz. Belgilari, misol uchun diqqat e'tiborni yetishmasligida bola tez chalg'iydi. Dars o'tsa darsga e'tibor bermaydi, keyin mayda detallarga e'tibor bermaydi. Umumiy narsalarni eslab qolaveradi. Bo'lib ham haligi harakatli, rasmli, rollardagi narsalarni eslab qolish mumkin, lekin mayda detallarni darslarda eslab qololmaydi. Dars tushunadi, lekin qaysi vazifani bersa bilmadim deydi bolalar. Mana shu SDVga. Yoki o'qituvchisi aytadi, jim o'tirmaydi deydi. Doim orqasiga qaraydi, oldiga qaraydi, she'rlarga xalaqit beradi, lekin deydi, darslarni so'rasa ba'zan aytadi ham deydi. Giperaktivlikda maqsadsiz harakatlari ko'p, gapni oxirigacha yetkazmaydi va gapingizni bo'ladi. O'sha giperaktivlik. Undan keyingisi impulsivlik. Bir vazifa bersangiz oxirigacha yetkazmaydi. Bir o'chirda tursa oxirigacha o'chirib turmaydi. Bir ish bajarsangiz oxirigacha bajarmaydi. Demak, 3 ta belgisi diqqat e'tibor yetishmasligi, maqsadsiz harakatlar ko'pligi va sabrsizlik, shoshqaloqlik bilan ketadigan kasallik bu SDVga hisoblanadi. Bu klinik jihatdan qaraganda shunaqa belgilar. Endi buni almashtirib qo'ymaslik kerak. Sho'x bolalar bilan. Ikkalasi boshqa hisoblanadi. Sho'x bolada ham xuddi shunga o'xshash bo'ladi. To'palang qiladi, yuguradi, yeladi, dars bersa yetib boradi, boshqa qiladi, lekin ularga vazifa bersangiz, bir narsani o'ziga jalb qilib gapirsangiz, ular jim o'tiradi. Muxtallaydi sho'x bolalar. Masalan, maktabda jim o'tiradi, uyga kelib erkalagani to'palang qiladi. Giperaktiv bolalar maktabda ham to'palang qiladi, yomon o'qituvchi bo'lsa ham, yaxshi o'qituvchi bo'lsa ham. Uyga kelib ham to'palang qiladi. Ikkalasining farqi shunaqa. Keyin diqqat yetishmaslik deydi. Biror narsani aytsangiz, mayda detallarni sho'x bolalar eslab qoladi. Bunaqa bolalar eslolmaydi, giperaktiv bolalar, SDVga bolalar. Undan tashqari biror narsa vazifa tayinlasangiz, sho'x bolalar oxirigacha yetkazadi. SDVga bolalar oxirigacha yetkazmaydi. Ikkalasining farqi shunaqa. Yana bitta kasalligimiz bor, autizm degan kasalligimiz bor. U ham juda ham o'xshab ketadi. SDVga da diqqat e'tibor yetishmaydi, autizmda umuman diqqat e'tibor bo'lmaydi. Farqi. Chaqirsangiz qaramaydi. Mehribonchilik tuyg'usi bo'lmaydi. Stereotipiya deydi, maqsadsiz harakatlari ko'p bo'ladi. SDVgalar 6-7 yoshdan keyin sekin ba'zilari to'g'ri yo'lga tushishni boshlaydi tarbiyalansa. Nimada autizmda borgan sari minusga qarab boradi. Va undan tashqari nutq masalasida autizmda nutq boyligi agar bo'lsa ham kamayib boradi. Va yo'qolib ketadi autizmda. Shu o'ziga xos belgilardan bittasi ham shu. Nutqi bor edi 2-3 yoshida. Keyin sekin so'z kamayib ketdi deyishadi autizmda. O'ynardi o'yinchoqlar bilan beparvo bo'lib qoldi deydi. Keyin ko'pchilikka qo'shilmaydi autizm. SDVga naborat. O'yinqaroq, ko'pchilik bilan o'ynaydi, to'polon qiladi, faqat biz xohlagan ta'limni olmaydi. Sho'x bolalar ta'limni zo'r oladi. 4-chi holat bor, intellektual yetishmaslik bor. Intellektual yetishmasliklar bular haqiqiy ta'limni ola olmaydi. Ular sho'x bo'lmaydi, lekin diqqat yetishmaydi ularda. Ma'lumot bersangiz, ma'lumotni olmaydi, o'qimaydi, o'qiy olmaydi. SDVga tushunadi, xohlamaydi. Intellektual yetishmovchilik xohlaydi, tushunmaydi. Farq shu. O'qishni xohlayapman deydi. Misol uchun matematikani 10 marta tushuntirsangiz, siz bilan betiga qarab o'tiradi, oxirigacha qarab o'tiradi. Keyin gapirib bo'lib so'rasangiz orqasidan bilmay turaveradi. Katta ehtimollik bilan she'r yodlasangiz biror soat turadi, ertasiga yo'qdi o'sha she'r ham. Chunki aytilayotgan she'rning mazmuniga e'tibor bermaydi. Demak, sho'x bolalar, sindrom defitsit vнимания giperaktivность, ya'ni SDVga bolalar, autizm bolalar va intellektual yetishmovchilik bolalarni bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Endi bu kasalliklar yashirin kasallikka o'xshaydi. Ya'ni hozirgi aksariyat buvalarimiz ko'zi bilan qaraganda yaxshi-yu degan narsaga to'g'ri keladi. Mana shu yerda oilaviy konfliktlar kelib chiqadi. Kelinlarimiz, onalarimiz keladi, bolani olib kelyapti, davolatgan olib kelyapti. Ota-ona sezib turadi o'zi ham. Mana 5 yoshdan keyin ota-ona o'zi sezishni boshlaydi bolasini. Shu bolam yaxshi gapirmayapti. Falonchini bolasi she'r yodlayapti, meniki yodlamayapti. Falonchini bolasi 5-6 yoshdan o'sha alfabetni o'rganyapti deydi. Meniki o'rganmayapti nimagadir deydi. Haligacha so'zlarimizni, tovushlarni to'g'ri chiqarmayapti deb
doktor bo'lmagan ota-ona ham esda qoladi o'sha narsa. Anaqa doktor bo'lmagan ota-ona ham sezib olib keladi. Bir marta, ikki marta olib keladi yoki bizga olib kelmasa ham kimgadir olib boradi. Chunki bu narsa uzoq muddatda yaxshi bo'ladigan narsalarda, kasalliklarda. Keyin bolalar nimagadir qarshilik qiladi. Sog'lom bolami doktorga olib borsanmi deydi. Yuribdi deydi. Chala gapirsa ham gapiryapti deydi. Ovqat yeyapti deydi. Kechirasizlar-ku, hali qo'pol qilib aytganda, bor topganimiz, Rossiyada yurib, musofirlikda yurib ishlab topayotganlarimiz unday olib qarasa, o'sha farzand uchun bo'lgandan keyin u farzandni faqat oyoqda yurish va ovqat yeyish uchun katta qilmayapmiz-da. To'g'rimi? Ertaga ash farzandim jamiyatga, oilaga bir mas'uliyatli, kerakli inson bo'larmikin deyapmiz-da. O'shuning uchun bolalarda ham aqliy, ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi uchun albatta nazoratda turish kerak. Agar o'sha farzandim yaxshi, sog'lom bolani bangisaga olib boryapsan degan buvalarimiz, amaki tog'alarimiz, opoqalarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat o'shalar bilan birga o'sha mutaxassisga borish kerak. Agar u mutaxassisga shubha tug'dirilsa, hech bo'lmasa 3 ta shunaqa mutaxassis bilan gaplashish kerak. Yoki o'zi tengqur, nevarasi tengqur farzandlar bilan solishtirganda, o'zi o'sha buva ham sezadi. Kecha bitta keys, bola 9 yosh, hisob-kitob qo'shuv ayruvni bilmaydi. Qo'shib ayrishni bilmaydi. Ko'paytirish yo'q endi. Nimani ismini ko'chirib yozar ekan va harflab o'qiy olar ekan. Bola 9 yosh. Nechanchi sinf bo'ladi? 3 yoki 4-sinfdagi bola. Gavdasi katta, chiroyli, yuribdi, gapiryapti, gap ham butun, lekin intellektual orqada ketyapti. Kelin 3 oyda bir kelyapti, boshqa nimaga kech qollaring yoki vaqtida lecheniya olmayapsizlar? 1 yildan keyin kelgan joyi ham bor desam, sog'lom deyiladi uydagilar deyishadi. Xo'p, agar mabodo sog'lom deb qabul qilayotgan bo'lsa, boshqa nevropatologlarga, boshqa psixologlarga yoki bo'lmasa boshqa nimalarga solishtirsin desam, dadasi ham o'zi kech gapiradi, keyin bu ham kech gapiradi. Endi bularning mexanizmi qanaqa desa, mexanizmda albatta irsiyat bo'ladi, katta ehtimollik bilan irsiyat bo'ladi. Undan tashqari homila ichidagi gipoksik holatlar, homila ichi infeksion holatlari va homila ichi stress holatlari ham katta sabab bo'ladi o'sha narsaga. O'shuning uchun undan keyingisi tug'ruq paytidagi qiyinchiliklar va undan keyin qanaqadir hayotda ortilgan kasalliklar bo'lishi mumkin va undan tashqari 5-sabab bo'lishi mumkin bosh miyani, markaziy nerv sistemasini anomaliyalari, ya'ni nuqsonlari ham bo'lishi mumkin. Yangi uylanmoqchi bo'layotgan yoki turmushga chiqayotgan qizlarga maslahatimiz, farzandim sog'lom bo'lsin. Kelajakda yaxshi farzandning otasi, onasi bo'laman deganda oldindan choralarni ko'rib qo'yish kerak deb o'ylayman. Chora ko'rishda birinchi o'rinda o'sha turmush o'rtoq tanlashda ham qarindosh ekan, ko'rinishi chiroyli ekan, to'g'rimi? Masofasi yaqinroq deb, hali arzimagan hayotiy o'tkinchi narsalarni hisobga olib, uylanib ko'rmasdan yoki turmushga chiqib ketavermasdan, endi kattalar nima desa shudadir. Ertaga farzandlar oilasida 3 ta farzandlar bor, uchalasida ham kasallar bor. 5 ta farzand, beshalasida ham bittadan nuqson bor. Endi yaxshi musulmonmi, Xudoga shukr qilib yashayapti, lekin iqtisodiy, ijtimoiy, bir ruhiy u oila qiynalib yashayapti. Dadasi Rossiyadan kelmaydi, uni davolataman. U bitta muammo o'zi, to'g'rimi? Topgan pul o'shanga ketyapti. Hali bolalar ko'rganda moralni eziladi. Ona bir yoqqa chiqib ishlay olmaydi. Kattalarda o'sha qanaqadir o'zlarini kelishuvi bilan bo'lganda, bu irsiyatda turmush o'rtoq tanlashdagi bitta muammo. Shu bitta sabab. Ikkinchisi, homiladorlikda stresslarimiz, gipoksik holatlarimiz va infeksion holatlarimiz eng katta omillar. Ya'ni qo'shimcha mayda omillar bor, eng katta shu sabablardan shu. Stress deganda urf odatga ko'ra stresslarimiz ham ko'p. To'g'rimi? Yangi kelin bo'lib tushdi muhitga, u muhitda keyin nima bo'ladi? Ko'rpang kam ekan, ko'ylaging kam ekan, mebeling unaqa ekan. Bu kelinni qoni necha ekan degan savol bo'lmaydi, lekin nechta sepi bor, sepida nechta narsa bor degan savollar haligacha jamiyatimizda yotibdi-da shu narsa. Ertaga senga o'sha nevara tug'ib beradigan kelinda o'sha. Yoki aksincha kuyovni o'zida ham kuyovni qoni necha, uni quvvati qanaqa, masalan, uni qanaqadir jismoniy rivojlanishi qanaqa, ruhiyati qanaqa, u bilan ham ishi yo'q. Kuyov qayerda ishlaydi ekan, qancha pul topar ekan, bo'ldi. Bu ruhiy stresslarga sabab bo'lgan sabablar. Keyingisi gipoksik sabablar. Gipoksiya degani kislorod yetishmasligi bilan homilalar rivojlanadi. Misol uchun bajadan bilan yo'ldosh o'rtasida qon aylanishni buzilishlari bor. U bitta sabab. Qon kamligi hozir aytib o'tganimizdek. Undan tashqari ba'zi bir psixik va jismoniy travmalar va eng ko'p bo'ladigan narsalar hozir moda bo'lib ketdi, infeksiya. Covid bo'lishi mumkin. Oddiy nazarimizga ilmayotgan gripp bo'lishi mumkin bu narsa.
oddiy shamollab o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa o'tgansam, yaxshi o'tgan, ozgina ugroza bo'lgan qo'shadi. Yaxshi o'tgan, ichak qonim kam, necha bo'lgan? 8 bo'lgan. 8 qon yaxshi deb baholanadi bizda hozir. U bola bechora 8 qonda yashash uchun kurash bilan yashayapti ichkarida. Nima bo'larkan bu yerda kelib o'tiradi bu bola. Ancha ugroza. Hali tonusda yurganman deb qo'yadi. Hay, vaholanki ertaga bola tug'ilib, tinmay yig'laveradi hali bola, vaqtida tili chiqmaydi, she'r yodlasa yodlanmaydi, sababni axtarib hali narsalar isbotlanmaydi baribir. Keyingisi tug'ruq qiyinchiliklari bo'ladi. Tug'ruqda turli xil endi avvalambor Allohning taqdiri qanaqa qiyinchilik bilan tug'ilish endi, lekin o'sha tug'ruq paytida ham juda ham ko'p sabablarga ko'ra bolalar qiynalib tug'ilib qoladi. Bosh miya faoliyatini yurgizishda ishtirok etadigan moddalar bor. Neuromediatorlar deymiz. Shulardan bittasi eng ko'p eshitganlaring dopamin. Bundan keyingisi noradrenalin deymiz, serotonin deymiz. Quloqlarga eshitilib qolgan shu narsalar. Shularda eng kattasi dopamin hisoblanadi. Dopaminning vazifasi birorta funksiyani boshlashga va uni oxiriga yetkazishga javobgar hisoblanadi. Bosh miyada agar shu dopamin miqdorini tez parchalanib ketishi yoki dopaminga sezuvchan retseptorlar faoliyati sust bo'ladigan bo'lsa, dopamin miqdori bir nervdan ikkinchi nervga o'tishda dopamin miqdori kam bo'ladigan bo'lsa yoki tez parchalanib ketayotgan bo'lsa yoki o'shani sezuvchi retseptorlar sust bo'ladigan bo'lsa, haligi bola shoshqaloq bo'ladi, sabrsiz bo'ladi, giperaktiv bo'ladi va nima deydi, maqsadsiz harakatlar ko'p bo'ladi. Nima qilish kerak? O'z-o'zidan dopamin miqdorini parchalanib ketishini oldini oluvchi dorilarimiz bor. Doktorda ahamiyati shu yerda, dorilarda ahamiyati shu yerda. O'shanaqa dorilar berish kerak. Ikkinchisi noradrenalin degan narsa bor. Noradrenalinda o'ziga xos xususiyati bor. Shunaqa o'ziga nozik joyi bor. Me'yorda ishlab chiqarilsa, o'sha bir ishni boshlab turib, boshlash va oxiriga yetkazish dopamin javob bersa, noradrenalin o'shani mukammal darajada organizmda ushlab turishini nima deydi? Oxirigacha yetkazishga chidamliligini ta'minlab turadi. Endi ota-ona so'kishi bor-ku hali joyda. Baqirib yuborish bor-ku yoki stress bor. Bolani dars qildida, dars qilishga o'tirdi bola, harakat qildi. Agar u ishtiyoq bilan boshlayotgan bo'lsa, dopamin ko'payyapti. Agar bolaga majburlab boshlanayotgan bo'lsa, dopamin yetishmayapti. Endi bu yerda psixologik, pedagogik mahorat ham rol o'ynaydi baribir darsga qiziqtirishga. Xo'p, dopamin qiziqtirib dars boshlab olgan deylik. Lekin bola 5-10 minutdan keyin tuvalga o'tkazib kelib qoladi. Uyqusi kelib qoladi. Yana bir narsaga dopamin o'zi so'nyapti. Hali oxirigacha yetkazishim kerak degan narsa yo'qolyapti. Mana shu yerda noradrenalinning miqdori yetishmayapti deymiz. Endi noradrenalin yana bitta yomon tomoni ham bor. Bitta ko'payib ketib qolsa, umuman hamma bloklab nimadan chiqib ketadi? Sferadan chiqib ketadi. Ya'ni ona bitta baqirsa, so'kib bersa, hali noradrenalin o'zi yo'q edi, normadan ham oshib ketib qoladi. Stressga tushganda. Stress gormoni ham deyiladi-da bu. Endi u katta kuch paydo bo'ladi, bolada yo yig'lab yoradi, yo baqiradi, narsasini otadi. Aksariyat onalarimiz asabiyligi uchun sabrsiz o'zi bolalarni dars qilib tayyorlatishdi. Sabrsizlikning orqasidan bolani so'kib qo'yadi. So'kib qo'ygandan keyin hali miyadagi hali moddalarni buzib qo'yadi. Keyin bolam bilan men chiqisha olmayapman cho'da. Bolangiz bu narsa qiling deyshadi, yo bo'lmasa boshqa o'qituvchiga beraylik deydi. Yo bolani tushunsin va ruhiyatini onalar to'g'rilasin, yoki bo'lmasa shuni tushunadigan va shunga sabr qilib o'tiradigan pedagogga bersin. Lekin ota-onani o'zini dars tayyorlatishi birinchi o'rinda yaxshi hisoblayman. Noradrenalinning o'ziga xos tomoni shu. Prosta buni juda chuqurlashishimiz shart emas, qisqacha shuni gapirib o'taman va undan nima uchun gapirib o'tyapman, tushunib olsin. Nima uchun bolani so'kmaslik kerakligini tushunib olsin deb aytibman xolos bu yerda. Keyingisi serotonin degan modda bor. Serotonin bu kayfiyatni ko'tarib turadi. Misol uchun konsertga tushsangiz yo anekdot eshitsangiz, serotonin mazza qiladi. Faqat u biroz noradrenalin bilan dopaminni uzoqroq ta'sir qilishini yaxshilab turadi. O'shuning uchun bolani 5 minut, 20 minut, 20-25 minutdan keyin agar bola e'tibori chalg'ib ketayotgan bo'lsa, ayniqsa 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan bolalarda orada bitta bolani undan turgizib, xonani kislorod bilan ta'minotini yaxshilab turib, turli xil o'zi bolalar uyqusiz boshlaydi o'zi 20 minutdan keyin havoni almashtirib yoki 5 minut harakat nima qilib yana o'tirib boshqadan dars qilishni tavsiya qilamiz. Uy sharoitida dars qilayotganda ham xuddi shunaqa. Yarim soatdan keyin bolani bitta chalg'itib, undan turgizib, qo'naylanishni yaxshilab, yengil mashq qilib turib, yana dars qilishga kirishib ketsa yaxshiroq bo'ladi. Va albatta, SDVga bolalarni jazolash emas,
mukofotlash usuli bilan nima qilishimiz kerak, tarbiyalashimiz kerak, davolashimiz kerak va dars berishimiz kerak bo'ladi. Qachonki jazoladingiz, u o'ziga o'zi blok qo'yadi. Sizni oldingizda bola o'qiyotganga o'xshab o'tiraveradi, lekin aslida o'qimayotgan bo'ladi. Kitobni ushlab qarab o'tiraveradi. Bolam o'qiyapti-ku, o'qimayapti, o'tiraveramizki biz. Yechimi nima? Yechimi bolalarda yoshga xos psixologik o'zgarishlarni qisqacha ota-onalar tushunib olishimiz kerak. 3 yoshgacha aksariyat bolalarimiz, ayniqsa 1 yoshgachasi eng ko'pi, 1 yoshgacha aksariyat bolalarimiz tabiatni ushlab og'ziga solib taniydi. 1 yoshdan 3 yoshgacha ko'proq ushlab taniydi. 3 yoshdan 5 yoshgacha teatralni taniydi. Ishtirok etib, o'yin, kulgi shunaqalar bilan taniydi. Keyin 7 yoshdan boshlab unda ham teatralni, ham mantiqiy rasmlar bilan. 7 yoshdan keyin 12 yoshdan keyin 7 yosh 12 yosh orasida rasmlar bilan bo'ladigan bo'lsa, 12 yoshdan keyin sabab, mohiyat va asoratlar bilan ilm oladi. Shuni hisobga olishimiz kerak. 3 yoshli bolamizga o'tkazib olib, sabablarni tushuntirib unga yoki qanaqadir teatrlarda o'ynashimiz bilan foydasi yo'q. Asabiylashib qolamiz. Bunga shuncha rasmlarni olib kelib bersam, o'qimayapti deydi. Unga ushlab ko'rish kerak xolos 3 yoshli bolaga. 5 yoshli bolaga sabablarni tushuntirish, 7 yoshgacha bo'lgan bolalar. Sabab agar sen yaxshi o'qisang, yaxshi yashaysan, kelajakda yaxshi bo'lasan degan gaplar u bolaga bir tiyin. Lekin ona siqilib qoladi. Bunga rosa tushuntirsam hech narsani tushunmayapti deydi-da. O'shuning uchun mohiyatini tushunib olish kerak edi, dars berish mohiyatini ozgina. 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga bo'lsa, palonchini qara, yaxshi yashayapti, piston, u kerak emas. Ana unga keyin teatrlarning nimalar o'ynash kerak. Shunaqa. Demak, hech qaysi joyda so'kish kerak, baqirish kerak, qattiq terish kerak degan joy yo'q. Ta'lim berishda ham, davolashda ham. Albatta, bolalar nevropatologi, bolalar psixologi bilan maslahatlashgan holatda olib borilsa yaxshi bo'ladi. Chora ko'rmasa, lecheniya qilmasa nima bo'ladi deganda, ko'proq albatta kelajakda shu bolalarda ijtimoiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan muammoga ko'p uchraydi bolalar. Ijtimoiy muammo degani oilada, jamiyatda ko'proq yomon xulq-atvorga ega bo'lgan qatlamlarda ko'proq shu SDVgadan chiqqan katta bo'lgan bolalar bo'ladi. Jinoyatchilik, nima deydi? Yomon odatlar, sigaret chekish, aroq ichish, narkomaniya, alkogolizmga moyillik, turli xil jinoyatlar, iqtisodiy jihatdan doimiy kasb korini topolmaslik, kimgadir iqtisodiy qaramlik, oila jihatdan ham ko'p ajralishlar ham shu SDVgalar orqasidan kelib chiqadi. SDVga bo'lgan bolalardan kelib chiqadi. Psixologik kuzatuvlarda shunaqa aniqlangan. Demak, hali aytib o'tganimiz o'zi 2 ta, 3 ta farzand boqsak, uni ham 18-20 yoshdan keyin ham shuni biz boqib yurmasligimiz uchun yoshligida arzimagan xatti-harakatlar bilan 3-4 yil nevropsixologik korreksiyalar qilinsa, hammasi joyiga tushadi, xudo xolasa.